Hozir eng katta muammo til o'rganishda a, ko'p nimada kitoblarni ochib qaraydigan bo'lsa o'sha sentrlarda endi ayb sentrlarga qo'ymayman chunki a, hamma yoqda mana shunaqa kitoblar ko'p tarqalib ketganda a, u kitoblarni o'sha o'rgatadigan kitoblarni problemasi til o'rgatadigan kitob shu yerda headway bo'lishi mumkin straight forward balobatlar ishqilib ko'p nomi chidi qiladigan ishi почти hammasiniki bir xil. Shu bitta darsni o'zida nechtalab 50, 60, 70talab so'z tiqib tashlaganda. Ah, Assalomu alaykum. va alaykum assalom. Bu nimaga o'xshaydi? O'sha ah, siz masalan mashina haydashni o'rganmoqchisiz, lekin sizga instruktor mashina haydashni o'rgatish o'rniga zapchastlarni o'tlatyapti-da. Bunaqa qiladigan bo'lsa masalan любой odam asab buziladi, lekin u kitobda shunaqa bo'layotganini ko'pchilik bilmaydi. O'shaning uchun o'rganaveradi. Lekin buni yodlagan bilan masalan hamma zapchastlarni yodlab chiqqan bilan ham haydashni biladi degani emasda bu. Ustachilik qilmoqchi bo'lsa ekan u boshqa gap. Ya'ni til bo'yicha o'qituvchi bo'lmoqchi bo'lsa, unda lekin shunda ham kerak emasda, bor ko'p narsasi. Shu narsa. Ya'ni hamma narsani yodlab qancha vaqt ketib qoladi-da shunaqa narsaga. Odam esida qolmaydi o'sha. Masalan, mashqlarni quvratdi. Даже eng cho'tki ball olganda ham ko'p narsa esda qolmaydi. 80-90% esda qolmaydi. Buni yo'li nima? Yo'li eng kerakli narsani o'rganish. Bu ham bo'lsa masalan rul, gaz, tormoz, yana mana bu bokovoy boshqa narsalarda. Shunaqa Yes. narsalarni o'rganib, maksimalni ko'proq haydash mashinani. Tilda ham xuddi shunaqa. Eng kamgina so'zlar bilan juda ko'p gaplashsa bo'ladi. Mana videoni ko'rgan bo'lsanglar, qatnashmaganlar videoda ham shunaqa qilishgan bo'lgan. O'tgan darsda arzimagan 4ta 5ta so'z bilan biz qancha butun bir dars o'tdi-da. Takrorlash. Повторение мать учения deydi. Ya'ni takrorlashsiz juda ham o'rganish qiyin. Lekin takrorlashning shu qiziqarli yo'llari bor. O'sha savol-javob har xil yo'llarni ishlataman darsda. Shu metodika orqali shunaqa o'rganasizlar. Har kuni shunaqa qilib o'rgandan keyin уже odam вообще ya'ni qo'pol qilib aytgan bez bo'lib ketadi-da. Ya'ni gapirishdan umuman qo'rqmaydigan bo'lib qoladi. Ko'pchilikning problemasi gapirishga kelganda mak-mak qilib makillab qoladi-da. Uni nega sababi? Chunki o'sha kunini mana bunaqa o'tkazgan, zapchasi yodlab. Bir marta ham haydamagan mashina. Haydamagan odam birinchi marta o'tirganiga dovdirab qoladi-da bunda. Har kuni haydaversa, u вообще bechpirani ko'zini yumib haydaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun darsda ham shu narsaga e'tibor beramiz. Biz maksimalniy praktika. Shu kamgina narsa bilan ko'p ishni bitirsa bo'ladi. Shu narsani aytmoqchi edim boshida sizlarga.